uyga asfalt qilyapti, agar shu narsaga ahamiyat bermasalar, do'stlar, 1 yil yoqolmay yorilib parod qilib yuboradi. Bu nima desalar, ya'ni trambovka xizmati bo'ladi. Bu trambovkani, ya'ni maxsus o'zini apparati bo'ladi. 1 tonna 400 kilo yuk bilan bosadi. Yana bitta ahamiyat beradigan narsalar, do'stlar, asfaltimiz bo'ladi. Mayinligini ko'ryapsizlar. Mayin yaxshi asfalt bo'ladi. Ushbu xonadonimizga 5 sm qalinlikda 200 kvadrat metrga akalarimiz chiroyli qilib turib, har 1 metrga 1 sm uklon qilib chiroyli qilib berishgan. Ya'ni yomg'ir yog'sa, qor yog'sa erib turib o'zi tushib ketadigandan qilib berishgan. Eng qizig'i, ushbu xonadonimizga 1 kvadrat metr narxiga keladigan bo'lsak, 70 ming so'mdan akalarimiz qilib berishgan. Eng arzon narxi 65 ming so'mdan boshlanadi. Agar ko'chaga qoldiraman desalar, 1 tonnasining narxiga hisoblanadi. Tonnasining narxi 600 ming so'mdan boshlab 700 ming so'mgacha bo'ladi. Bu narxlar ichida vodiy bo'ladi, dastavka, ustanovka, ustaqi, asfalt hamma yo'g'ini o'z ichiga oladi. Faqatgina uyda egasidan talab qilinadigan narsa yeb ichishini hamda mana bunday holatda mepsoyini olib bersalar, zastikasini zo'r qilib berishadi. Ushbu ishlarni, ya'ni Vodiy Farg'ona asfalt jamoasi qilib bergan. Kimgadir shunaqa 1 yilgacha garantiya beriladigan, ya'ni og'zaki bas dokumentalni 1 yilga garantiya beriladigan asfalt xizmat kerak bo'lsa, akalarimiz nomerlarini pastda qoldirdik. To'liq ma'lumotni o'zlaridan olishlari mumkin. Foydasiz olinsalar bonusdan qilib berishadi.